34 yoshli loyiha menejeri Abdurahmon yaqinda IT startapida yangi, juda talabchan ishni boshladi. U hech qachon ko'p ovqat yeydigan bo'lmagan. Ishdagi stress esa ishtahasini yanada pasaytirdi. Kunduzlari u o'zini qahva bilan quvvatlantirar, kechqurun esa odatda bir mahalgina yeb qo'yardi. Oq guruch, tovuq go'shti va qaynatilgan brokkoli. Bir kuni barmoqlarida mayin uvishish sezdi. Avvaliga buning sababini ishda uzoq yozishdan deb o'yladi. Lekin keyin uvishish oyoq barmoqlariga ham tarqaldi. Shifokorga borishga vaqt ajratishni istamadi. Shuning uchun alomatlarni sun'iy intellekt chatiga yozib, u yerda unga ehtimol B12 vitamini yetishmovchiligi bo'lishi mumkinligi aytildi. Oson-ku deb dorixonadan qo'shimcha vitamin oldi va har kuni ichishni boshladi. Ammo vitamin ichayotganiga qaramay alomatlar kuchayishda davom etdi. Ishdagi bosim ortib borar, ishtaha esa deyarli butunlay yo'qolgan edi. Oq guruchdan boshqa narsa haqida o'ylasa ham ko'ngli aynardi. Akasi uning ozib ketayotganini payqab, kechqurun sog'lomroq ovqat olib bordi. Abdurahmon biroz holdan to'ygan ko'rinsa-da, xavotirli darajada emasdek edi. Ammo kutilmaganda u hushidan ketib yiqildi. Akasi yoniga chapdi. Abdurahmon javob bermasdi. Shuning uchun tez yordam chaqirdi. Tez yordam yetib kelganida Abdurahmon o'ziga kelib, hammasi joyida deb ishontirishga urindi. Ammo akasi baribir shifoxonada tekshiruvdan o'tishini talab qildi. Shoshilinch bo'limda shifokor undan yiqilishdan oldin nimalar sodir bo'lganini so'radi. Abdurahmon ish stoliga qarab yurganini, keyin esa ko'zini ochsa yerda yotganini aytdi. Hech qanday ogohlantiruvchi alomat bo'lmagan. Xuddi miyadagi kalit kimdir birdan o'chirib qo'ygandek edi. Bunday ogohlantirishsiz hushdan ketish yurak bilan bog'liq jiddiy muammoni ko'rsatishi mumkin. Shifokor qon tahlillari va yurak ritmini tekshirish uchun EKG tayinladi. Odatda birinchi EKGdan darhol tashxis qo'yish qiyin, ammo Abdurahmon holati bundan mustasno bo'ldi. Uning EKGsida QT oralig'i erkaklar uchun me'yordan ancha uzun edi. 460 millisekund o'rniga 625 millisekund. Bu yurak qorinja hujayralari elektr impulsidan so'ng qayta zaryadlanishi sekin kechayotganini bildiradi. Hujayralar to'liq tiklanmasdan turib, navbatdagi impuls o'tsa, torsadiya D pointis deb ataladigan xavfli aritmiya yuzaga keladi. Bunda yurak go'yo ikki tomonga burilib siltanayotgandek ko'rinadi. Nasos vazifasi izdan chiqadi, miyaga qon oqimi keskin kamayadi va odam hushidan ketadi. Ehtimol Abdurahmon ham aynan shuning uchun yiqilgan. Torsadiyani tezda to'xtatishda eng samarali choradan biri qimmat dori emas, balki oddiy magniy infuziyasidir. U hatto qonidagi magniy me'yorida bo'lsa ham yurak hujayralarini barqarorlashtiradi. Hamshiralar magniy tayyorlayotganida monitorlarda xavotirli ritm paydo bo'ldi. Xonaga yugurib kirganda Abdurahmon yana javobsiz yotar. Tomiri juda tez va zaif urardi. Bunday paytda qutib bo'lmaydi. Defibrillator ulab, elektr zarbasi berishdi. Zarba yurak elektr faoliyatini qayta ishga tushirdi. Ritm normallashdi, Abdurahmon o'ziga keldi. Biroq xavf butunlay o'tmagan edi. Ritm yana torsadiyaga qaytishi mumkin. Demak, asosiy savol QT nega uzaydi va buni qanday tuzatamiz? Shifokorlar avvalo ikki guruh sababni o'ylashdi: dorilar va elektrolitlar. Anti bilan boshlanadigan ko'plab dorilar, antibiotiklar, antiemetiklar, antipsixotiklar, antiaritmiklar va boshqalar QTni uzaytirishi mumkin, ammo Abdurahmon hech qanday dori qabul qilmas edi. Elektrolitlardan esa kaliy, magniy yoki kalsiyning pastligi sabab bo'ladi, lekin tahlillarida hammasi normal chiqdi. Qo'shimcha tekshiruvlar ham normal bo'ldi. Shunda kardiologlar aniq sabab topolmagach, buni ehtimol genetik dedi va ichki defibrillator o'rnatishni taklif qildi. U muammoni o'zini bartaraf etmaydi, lekin yurakda xavfli ritm paydo bo'lsa, avtomatik zarba berib hayotni saqlab qoladi. Qurilma o'rnatildi. Abdurahmon uyiga javob berildi. Ammo u o'zini yomon his etishda davom etdi. Doimiy charchoq, barmoqlarda uvishish, ishtahaning yo'qligi. Bir necha kun ichida uvishish qo'l oyoqlari bo'ylab yuqoriga tarqaldi. Yura olmasa ham qiyinlashdi. Yana shifokorga murojaat qildi. Bu safar shifokorlar diqqatni nevrologik tekshiruvga qaratishdi. Tizzagacha va tirsakkacha sezgirlik pasaydi. Oyoq reflekslari yo'q edi. Bu periferik nervlar zararlanganini ko'rsatdi. Qon tahlillari muammoni ochib berdi. Organizmda tiamin, ya'ni B1 vitamini aniqlanish qiyin darajada past edi. Tiamin hujayralarda energiya ishlab chiqarish uchun zarur. U yetishmasa, ATF ishlab chiqarishi keskin namayadi. Miya, nervlar va yurak energiya tanqisligiga tushib va ishlashi izdan chiqadi.
Shu sababli tarixan tiamin tanqisligi zararlangan organiga qarab nomlangan. Miya zararlansa Wernicke-Korsakoff sindromi. Nervlar zararlansa quruq beri-beri. Yurak va suyuqlik yig'ilishi ustun bo'lsa ho'l beri-beri. Abdurahmonning holati aralash ko'rinishda edi. Tiamin manbalari cho'chqa go'shti, kungaboqar urug'i, xamir turush, butun don, baliq va sabzavotlar. Ammo organizm uni katta zaxira qilib saqla olmaydi. Muntazam ravishda ovqatdan kelib turishi shart. Atiga 4 hafta yetmasa zaxiralar tugaydi. Abdurahmonning parhezdagi xatolar: oq guruch, B1 juda kam, brokkolini qaynatish, vitamin issiqlik va suvga sezgir. Tovuq go'shti esa kam miqdorda ta'minlaydi. Ustagi usti ko'p qahva ichishi tiamin so'rilishini pasaytirgan. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, oq guruch keng tarqalgachda Osiyoda beri-beri kasalligi ko'paygan. Gollandiyalik shifokor Eykman esa tovuqlar ustida tajriba orqali B1 tanqisligining asosiy sababini topib, Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan. Bugungi kunda ham oq guruch ba'zi mamlakatlarda majburiy B1 bilan doyitiladi, boshqalarda esa yo'q. Abdurahmon darhol davolanishni boshladi. Tomir orqali tiamin yuborildi, keyin tabletkaga o'tkazildi. Reabilitatsiya orqali kuchini tikladi, parhezini xilma-xil qildi. Oq guruch o'rniga jigarrang guruch, yong'oq urug'lar, butun don mahsulotlari, baliq va sabzavotlarni qo'shib qahvani kamaytirdi. 1 yil ichida QT ko'rsatkichlari normallashdi. Ichki defibrillator qurilmasini yechish haqida kardiolog bilan maslahatlashmoqda. Bu hikoyaning sabablari oddiy. Qanchalik band bo'lmaganingiz, ratsioningiz xilma-xil bo'lsin. Ayniqsa B vitaminlari manbalarini kiritishni unutmang. Oq guruchni tez-tez tanlasangiz, jigarrang guruchga o'ting yoki boyqilgan mahsulotlardan foydalaning. Sabzavotlarni faqat qaynatib emas, balki bug'da yoki qovurib pishiring. Haddan tashqari qahva iste'mol qilishni kamaytiring. Eng muhimi, o'z boshimchalik bilan dori ichib yurmasdan, balki alomatlar kuchaysa shifokorga murojaat qilish edi.